Assalamu alaykum dostlar, hürmetli yurttaşlar. Bugünkü satışa çıkan joyimiz Urganch shahrimizda 8 kvadrat domimizning 7 qavatında 60 kvadrat metr bo'lgan korobka holatidagi joyimizni ko'rib tanishib chiqamiz. Yurtlarımızda liftli domimiz, podizlari, murammurlari qilinib turibdi. Akkuratni har bir etajimizda 4 xonadondan yashaladi ekan yurtdoshlar. Bizning satışa chiqqan joyimiz doğruday eshigimiz bo'ladi. Eshiklarimizni utublonni kolesi ishlardan ekan. Bismillahirrahmanirrahim deb İçeriye hem girdik yurttaşlar. Yurttaşlarımızın girgenden prihojya zonamız. Çift tarafta hacetxanamız, aşxanamız, zalımız, spandimiz doğruda. Son biz sanızenli yuvuşxanasını kılıbesinizde boladı korobka holatda srochniy arzon narxda sotuvga chiqqan joyimiz. Yurttaşlar, Urganch shahrimizda 8 kvadrat domimizda 7 qavatında 60 kvadrat korobka holatdagi kirpichli domimiz, yangi dom. Yurttaşlar görüp danışıp ketamiz. Girgen ayak deylerimiz tashkillar qilingan, suvoq holatda turibdi. Kimda kim ishini korobka holatda olib bizim remont qilaman degan insonlarga taklif qilib qo'yamiz beramiz. Hojatxonamiz bu ham suvoq holatda turibdi. Chap tarafda oshxonamiz ham yurtda ayak deylerimiz tashkillar qilingan, suvoq holatda turibdi. Gaz o'chiruvchilarimiz ham o'tib turibdi yurtdoshlar. Gaz, suv, svet, marshrut transportlardan muammo yo'q. Sal yurtchisanizda 19. marşrutlar Yurtdut Raycenter, Şolkamatala yakın joyimiz bu. Yurtdoshlar yo'lni bo'yinda. Issiq suv, sovuq suv montaj ishlari bitib turibdi. Oshxonamizda balkonuna ega. Elektrik montaj ishlarini gelip görüp izleyiniz o'tiraverasizlar. Podyezddan glavnisi o'tib turibdi o'chiruvchi bilan. Tayyor joyimiz ina siymi kirib turibdi yurtlarimizni. Katta razmerler hem kompaktniyiz yurtdoshlar. Bir tarafimiz zalimiz bo'ladi. Zalimiz ham ayak deylerimiz qilinib, diyorlarimiz suvoq holatda. Razmeri 320, 560 razmeri yurtdoshlar. Aynalarimiz qo'yilgan plastik ramlarından, görüp turganlaringizdan 7 qavatda suvoq holatda gelip bizleringiz remont qilishga tayyor bo'lib turgan joyimiz. Hech narsadan muammosi yo'q bu joyimiz. Kimda kim korobka qidirib bilgan bo'lsa, şimdi o'zim remont qilaman berimizda yuvishxonasini qilib bersangiz bo'ladi. Normalni razmerda qoldirib ketganlar berimizdan. Berimiz spandimiz oladi. Spandimizdan razmer yurtdoshlar 2,5 metre, berimiz 560 bor. 260 enana shinin bor razmer yurtdoshlar. Berimizdan oynalar qo'yib turibdi, plastiklardan suvoq holatda. Gelip görüp olishlaringiz mumkin. Dokumenti tayyor 100%. Narxini ham gap yo'q. Narxini bo'lishini aytamiz yurtdoshlar. Mana bolalar chiqargan ekan. Do'stlarimiz, hozir biz shuning uchun bo'lajak narxini aytamiz. Narxi yurtdoshlar 350 million so'm, 60 kvadrat metr. Liftine ega tayyor joyimiz 8 qavat domimizning 7 qavatında. Tayyor joyimiz kimda kim ishini korobka joy olaman deb insonlarga taklif qilib qo'yamiz. Bemalol ekranda telefon qilaversa ekranda nomerlarimizni qoldiramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi ro'yxatda görüşünce aman bo'lin.